Qanday keldingiz desam, Avval qanday kelgan bo'lsam ana shunday keldim. qanoti bo'lmasa ham uchsa bo'ladimi? Amerikaga borgim kelyapti yana desa, avval ham borganmisiz desa, bugun ham borgim kelyapti. Xuddi shunaqangi gap. Demak, inson o'zini ketishini bilar ekanda. Hamma ham emas. Onangiz aytganday, o'ladigan dunyoda odam bo'lib yashayapsizmi? Bo'ldi, yashashim kerak, bo'ldi yashayman. O'sha nafasning egasiga bugun qay darajada vaqtingiz yetyapti? Hali baliq to'rga ilinib, to'rdan chiqib ketib, 12 soniyada yana kelib o'zini to'rga uraverar ekan. Unutadi. Bo'rilar odamlarni emas, odamlar bo'rilarni tishlayotgan deydi. Unaqalar bittasi ham ortiqcha. Siz o'zingiz bo'lib yashayapsizmi? Hech bo'lmasa harakat bor-da. Sukut. Hammasi aytib bo'lindi deganimi? Sukut ham qaysidir ma'noda faryod bo'lishi mumkin. O'zlikni o'g'risi nima? Usmon ibn Affonning zo'r gapi bor. Alloh bo'lmaydigan narsani hayol qildirmas deydi. Biz odamlar shikoyatchimizmi? O'ta mehribonchilik bilan, o'ta nafosat bilan, o'ta nafislik bilan aytdingiz. Inson nafsini bilmasa, uni hayvondan farqi yo'q. Farqi yo'q. Yashayversang ko'raverar ekansan degani bu. Bu gapimni eshitganlar endi hammani onasi ham o'ziga deyish mumkin, lekin meni onam juda ham donishmand edilar. Payg'ambarimiz 63 yoshga kirganlar, agar shuni biz etalon qilib oladigan bo'lsak, 13 yil umr qolibdi. Umuman olganda insonni o'zini o'ziga nima yoki kim qaytaradi? Dadamdan keyingi holatimni ko'rganlar-ku. O'shaning uchun onam meni o'zlarini oxirgi kuniga tayyorlab bordilar. Bandasan, bandadan ko'ngling ne tilar? Bil, dunyo abadiy xona bo'lmaydi. Otang ketsa hayot otalik qilar. Onang ketsa hech kim ona bo'lmaydi.